Suyun prənikləri həmrəv olsun. Suyun yürüşlük prənikləri. Ekrandaki qadrli görmənlər görüvatqanlar ictimai aloqa ahli xulası tipidagi programma Al-Xumar muhabbatli shayli programmasi. Men program riyosatchisi unuttursin. Muhabbatlik damlar yana shu muhabbat ta'sida davomlashyapti. Undaqda bugungi bizning programmamizda ularning muhabbat ushqunlari zodi qanday parlayotdi, qanday yolqinjayotdi. Әмейлен бүгінгі бұлсан программымызға назарыңызды алдырайlik. Әлбәттә, оқшашты яныманы мұшу мұнасует білән біз программымыздан хас намына аған Al-Xumar мәбләғ селиш чәклік шirketiге көптен көп рахметімізді білдірміз. Рахмет сіләге. Әлбәттә, бұлсан программымызға яны оқшашла әзіз мекмалларымызды тәкліп қылдық. Олар болса, біздің бүгінгі мұхаббат тәклілчілеріміз қаршалмасыдәне! Xo'sh mehmonlar, unda bo'lsa, bugungi mana shu naq maydondagi voqelikni ko'rishdan avval biz ozroq tunugungi voqelikni bir eslab o'taylik. Tunugungi voqelikda bunday diqqat qilsak, Zulfiqar hisobda kayfiyatdan dang'isdi shunday qo'yib. Undan keyin Eksonga kimniki tuyuqsiz ko'z qarshi o'zgarib qolgan Alfirani shunday qo'yib, tamoq etish jarayonlarida inchikliklari degan taraflarga. Undan keyin eng oxiridagi masalan bizniki shu kim bilan kim muhabbat sizqini o'zaro tutashtira oladi degan vaqtimizdami xayrgul odamlarning guruhi utqan shunday qo'yib Gulfiyalarning guruhi. Unda qolsa endi bugun yana qanday o't ushqunlari paydo bo'ladi. Amaydan ekran orqali bugungi voqealarni bir ko'rib boqaylik. Qani, marhamat. I found a love for me. Well, darling, just dive right in and follow my lead. Fatima. Well, I found a girl. Kapattı. Birinci kopmuş ekan-da. Well, I never knew you were the someone waiting for me. Qog'onlari hammasi qiladi hozirgacha. We were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Well, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark. Ey Zulfiqar Patte. You between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you loved. Oyma. Bunda atayım fotoğrafını. Göstereyim. Göstereyim. Koyalım. Da yapalım. 네, 시골을 저지라고. Yap. Koyacağım koyacağım. Alfira qopti. Pushchisi tunugun sanja olan guanshiditi. Alfiradan bugun qattiq chiqibdi. Bu kadar anlamıyor. Orayı değil.
Zulfiqar Fatimani ko'rib, Fatima bilan yaqin bo'lib ketamdiki desa, hozir Zulfiqar Alfira bilan birga qotdi. Jonim ya bu. Hozir mana Fatimani tutdi, hozir tuydinlar. İş var mı? Bir şey saklaysak. Marhilla kokmuyor mu? Mana Medine koptu. Az kaldı. Aslaklanma. Sanki? Ama o bağlamam. Galiba yeni azat. Quoi? Yazıklar. O. Yazıkcan. Ha? Yıldız. Yıldız be. Tüne gün uyudum telefon gelip ki şunu aldıran çıkıp kaldı ya. Bize iş çıkardı ya. Uyudum. Öyden ciddi telefon kelib qolganlik uchun aldirash ketib qoldi deydi. Demak, unda qolsa buning keyindan 3 qiz bilan sho'g'al qoldi degan gap. Tushunib bo'ptimi? Jiddiy ishi bo'lganligi uchun hisobda. Xo'sh, undaq bo'lsa, endi mana mushu hozirgi yuqorqi noshtalikni tayyorlash jarayonidagi endi so'zlarni aytadigan bo'lsak, hozir 3 o'g'il bilan 3 qiz qoldi, shundaqmi? Har biraylarning qo'pish vaqtidan tortib, eng oxirida oshxonaga kirib ish qilgan va qilmagan nuqtalargacha qargan vaqtimizda sizlarga eng yaxshi ta'sir qoldirgan kim u? Uningdan keyin, "Ey, men ajab bunda qilib qoldi" degan obraz kim bo'ldi? Alfira. Shu Fatima, ishga ko'rinadi. Yaxshi qilgan dema. O qiz o'ttir kirib bosh kiyimini almashtirmayapti. Ko'zimga shundoq ma'ris qilib ko'zoynaklari. Uy tutadigan qizlarda ko'rinadi. Kirib shunchalik bir yangi to'y qilgan qizlardek ko'rinib ketdi. Alqan. Mana shu boshda Fatimani ta'sir qilayotgan. Mana. Ko'ylak kiyib kelgan tug'a. Bugun anashliqni baldur qo'pib, bir nashliq tayyorlashi yaxshi bo'ldi bu qiz oldi.
Men hamda shaxsan qanday qo'ylab qolgandim desanglarmish, Madinaning shu atigan qo'pinda yurishlardan qarab, men o'zimni bulaychi bo'ldi. Agar men bunda programmaga chiqayotganimni o'ylagan bo'lsam, balki men yasanli qiyofat kirib o'lishim mumkin. To'xtab turib, aktivroq bo'lib, yaxshi ko'rinib, ko'rmanlar ko'simi men degan ajab yaxshi bo'lgan deb maqtusun deydigan holatda bunda qilib o'lishim mumkin. Ammo Madinaning hamda yana bir tarafdan da yaxshi tarafini o'ylaydigan shu. Mening tabiatim shu. Qabul qilganlar qabul qilsin. Bo'lmasa maylla deydigan bunda qaltim chiqib qolamdiki deyman. Bunda qilsa O'zgarmadi demoqchi bor. Uni boshqa endi hozir dastlabki qadamda tunugimi shunday bo'lgan. Ilaqi Fatima, Alfira, Zulqar uchisini o'tirsida shunchalik nozik bir munosabat shakllangan. Bugun atdigami bu uchisi billa noshtalık tayyorlayotdi. Unda qolsa bir ko'rib baqaylik ekan. Niki Ildiz ketib chatoqibdi-da. Ildiz olgan bo'lsa payz qizibdi deydi. Uning ustiga Eldos qattiq bilamizmi? Ko'ngli yeri bosh. Bana ekanda u. Başa biz kim? Zulqar. Mana. Ya. Aytmoq. Biz uchimizdan qoldik. Maya shuni endi o'qaysa. Biz kelgan başlab, yarı kurgulanmak her günlük tamamla gerekli meselelerimizi bozuluyor. Kansı şu. Biz kim tamamladı sonra kalatçımız 미리 말할게 사과는 안 해 아무 말 없이 너 후회하네 Elsa, bir gün tamam hakkında nasıl? Sözcüden bir kılıç olmamak nasıl? Tatlıklar. Mesela çantadan Kim tamam ama şeydi. ne yapayım bu? Abi sen anlamadın. Ben anlayayım. Endi bundaq diqqat qiladigan bo'lsak, amaliyotda shu Fatimani ayliq tunji qitimliq bir qash etishi, ishkalasaga chiqibdiq. Bunda qash etib qo'ygan yerda shunaq tuyuqsizlar uningdagi Alfira o'tirsiga kiriblar. Ishkalasaga kiramdiq deb Alfirani qash etib qo'ydi. Demak, endi hozir bu uchchisining intayin nozik bo'lgan bu hissiyot jihatdagi ishiga kelgan vaqtida bu yerda bir o'tishqinlari paydo bo'lishi mumkin. Uning ustiga Fatimamo yiliqqa qarab o'tiriblar, sayga unda qo'shishganlar bir guruh bulamsizlar degan vaqtida Fatimaning kichik bir yerda mancho degan bir hissiyoti chiqib qoldi. O'ngandek bo'lib ketdi. Chiroyimda chiqib ketib qoldi shunaqa. Shu endi bu yerda endi balkim bu ikkisi ayrim chiqib ketgan vaqtida endi Fatima o'zi yolg'iz qilishi mumkin, menimcha. Yolg'iz agarda birasi shunday bir yolg'izlik qolib qolgan vaqtida cho'qim boshqalarga aralashqisi kelmaydigan bunday qilishi mumkin. Ko'rib baqaylik. Hozir ikkisi hamda sayga chiqdi. Dear Emily, I really want to write this carefully. Now that we're a family, it's only you, your mom and me. Dear Emily, we're gonna live forever happily. I'm gonna ask your mom to marry me, but there's some things you need to know. Papa was a rolling stone, playing in a sold-out show, yeah. Taking all the highs and the lows, but living with an soul, yeah. And if you ever read the things they wrote, I hope that you can let them go. I was living in a different world before I had my little girl, yeah. Emily, when I hear you cry, I'll sing you back to sleep. Bekni saqlatmaga o'xshaydi. Did you know you inspire all my melodies? You make me a better man than I'll ever be, ever be, ever be, because of you, Emily. Dear Emily, I saw you way before you came to me, 'cause I picked out your name and wrote it on paper. I needed life and life came and gave me Emily.
clawed, we chained our hearts in vain. We jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell of love. No one could deny. Don't you ever say I just walked away. I will always Valla yaxshi gruplarga bilinib o'tiribdi hozir, ha? Üçlü şoğalı. O çiçeklerim cımdan Ihsan bilan Fatima nomi keladigan mencha. Qarasanglar hozir bunda diqqat qilib boqadigan bo'lsanglar, Shakliyaning tutuq hozir, tutuq. chiroyi tutuq. Chunki tunugim bundan xat kelmadi emasmi? Qar bulut bu. Hozir ochiq bilan ovatida uni. Çok qarang. Bugungi vazifamiz hovlidagi gul ko'lchikiga gullarni ko'chirib, o'yinlarni tozalamak. Oyni tamam. A few days before he turned 80, he was sitting out back in a rocker. He said, "What you been up to lately?" I told him chasing a dollar, and in between sips of coffee, he poured this wisdom out. Said, "If you want my 2 cents on making a dollar count, buy dirt, find the one you can't live without. Get a ring, let your knee hit the ground. Do what you love, but call it work. And throw a little money in the plate at church. Send your prayers up and your roots down deep. Add a few limbs to your family tree. And watch their pencil marks in the grass in the yard all grow up. Cause the truth about it is, Ularni kango ko'rmoqchiman. Kango ko'rmoqchi. you can't buy happiness, but you can buy dirt. Before you get caught on that ladder, let me tell you what it's all about. Find you a few things that matter, that you can put a fence around. And then he laid it out. Buy dirt, find the one you can't live without. Get a ring, let your knee hit the ground. Do what you love, but call it work. And throw a little money in the plate at church. Send your prayers up and your roots down deep. And add a few limbs to your family tree. And watch their pencil marks in the grass in the yard all grow up. Cause the truth about it is, it all goes by real quick. You can't buy happiness, but you can buy dirt. You can buy dirt. Thank the good Lord for it, cause he ain't making any more of it. So buy dirt, find the one you can't live without. Get a ring, let your knee hit the ground. Do what you love, but call it work. And throw a little money in the plate at church. And send your prayers up and your roots down deep. Add a few limbs to your family tree. Watch their Bunda u maqtovchida o'ynaman yuz qilayli. Nima bo'ladida bularni? Cause the truth about it is, it all goes by real quick. You can't buy happiness, but you can buy dirt. Yazdım işte. Aş degandek, hozir men o'rtaga o'yinchim. Unda ichida ishdan kirgan yerda o'tirib, menga bir tashammini qo'yib. İşte indikmi? Andan boshqa jo'ydan qo'yib. Andan jim o'tirib, tashanab yasadi degan. Xiyallar chim ketdi. Siz buna yo'lga changlab olmamsiz o'ynaydi. 刺激项目了就没劲。 Ya acaba mı? Samrahma. Ha? Samrahma. Hem de tas kalma şeyine uyum bağlı. O 感觉火的。像跳伞的都蹦极，都感觉都比较火一点，是吧？不是，不是根本就。
diqqat qildigan yerimiz mana hozirmi Zulfiqarmi sayni boshdan oyoq mushu Zulfiqarni ko'tarib menyapti. Bu hamda bir seyliqi qizlarga bo'lgan hurmat, ularni asrash. Ikkinchidan uningki bu ikkisida yana yiqilisholmaydigan bir yer bor. Qarsak mesela o'tog'a o'rindimi? Xeyli cho'ng arliq va birsi moderizni va tarafida birsi moderi. Agar qo'yib bersa ikki tarafga qechib chiqib ketgan bo'ladigan holatda. Your pure heart and open mind, you're making me go back in time. Let's go back in time. Sweet memory haunts in my mind. To get you back, I go back in time. Let's go back in time. Ooh, time. Ooh, I wanna go back to the day I loved you like a child. Over and over I want to say your love is the only way. Your honest words, untainted eyes, your innocence makes me look inside. I go back sometimes. Ooh, I wanna go back to the day I loved you like a child. Over and over I want to say your love is the only way. Ooh, I wanna go back to the day I loved you like a child. Over and over I would say your love is the only way. Yılıqı bağı, yılıqı zaqılıb, bəş, amcun bəş. Amcun üçün. Van diyor musunuz? Zan. Back to what I know, back to my home, away from home, away from home. Okşu diye. Benim de okşu. Hadi tamam, haydi. Aşxanalarda kip chiqib ketdi deymi? You gave me a shoulder when I needed it. You showed me love when I wasn't feeling it. You helped me fight when I was giving in. And you made me laugh when I was losing it. 'Cause you are the reason why I'm still hanging on. Ya ben Zulfiqar ustiki. Mana, Mundaq zmaydi kajmu sakni taxsiga. And if that was coming for you, I'd give my life on you. 'Cause you are the reason why I'm still hanging on. 'Cause you are the reason why my heart is still above water. And if I
Bizim kanalımız fakat okşamak ya unutmuşuz. Seninki bu. Hadi. Ana pişti. Ne kadar oldu be? Çaktı. Çaqqandan karaman çaktı. You helped me fight when I was giving in. You laughed when I was losing it. Bir cümle gap bilan kesmanızını tasvirlab beraman. Başka mehmonlar savol sorsa bo'ladi. Tasvirlovchi faqat ya yoki yo'q deb javob bersin. Tasvirlaydi. Qaydan başla? Bir yıl başlaydı. Kızlarni ko'rsam, bo'lmab emas qizlarni. Ne? Tasvirlama. Abdükerim abimiz. İyi otishlamsiz buni. Yaqinroq. Artisa. Odat qanday artistlarni olsangiz? Ha? Rol topdingiz bunda. Rol? Yo'q, apamın. Yig'lansam yig'layapsiz hozir. Yo'q. Kuldirayapsiz. Ma'qul. Mesela bayarlarda bir oturib qolganlarni ish ko'rdim. Kishilarning farqi ularning nimalarni orzu qilganligida. O'zingdan olqishing uchun bor kuchingni chiqar. Bir bo'lg'uning yetarli emas, texmi ko'p bo'lg'uning afzal. Bu tuyg'u bakteriya. Asl ichimligi. Mening bir orzuyim bor. Buvamam kunda menga hamroh bo'lib o'ynasa deyman. Qaranglar, sizlarga nima yeb keldik? Do'kon obeyji. Kuchingizni tozalashda huzur. Nima yeysiniz shu huzur. Kunda bir tal yeysiniz, uyquni yaxshilaydi. Zehningizni urg'itadi. Kuchayni yaxshilaydi. Uyquni yaxshilaydi. Yoshlik jilvasi, barg'ancha yashirsiz. Dilkan No Beijing. Alfira beka o'tirib qolgan odamlarni ishga o'rinlashtirmadi edi, sizlar chiqasiz kesib. Beka o'tirganlarni ishga o'rinlashtirmadi. Adamlarni ish ko'rsin. Bizim boshqalaydiganmiz bilan Ish qo'llashtiradiganimizni. Hesabda yönli zi yön. Kasbi. Odam kuchi, Boyligini payqash. Nechalik kostyum qilyapmiz. Mana shu shutlıq cihazini ishlab qarab o'tirdim. Rasm taqdas. Qaytadan da Shutlıq cihazini ishlab. Qarab o'tirdigan. Siz qarasangiz u qaramamda. Mana qaramaysiz. Siz qarayapsiz, bilmadim. To'xtanglar. Jazza. Rejissor. Resmimiz. Resim tatmayapsınız bo'lmadi. Abi resim tatmasam Ben sizden tutup resim tatmayapsınız bo'lmadi. Resim tatmasam. Cevap. Ne ressamlar yapalım. Ya. Boynama isolamayapsınız. To'g'ri tutamiz. Nechalik fikrimda? Meni bu kesbdan Jungoga Tunjoga kirganda mayli. Ismishtiklantiradi. Fabiman.
Torullanmaz. Nega yo'q ekan? Ya juice var mı ya? Xulyanmi? Nima bu? Qo'ydi? Ha, qo'ydi. Pul sanashma. Yo'q. Toba. Tijorat bilan turni birlashtirsan. Ha, to'rt soatcha. Mening kasbim bugan tog'da, atbog'da. Bular yomg'ir yog'adi. Sen tejidiki kullanmışlar o'xshaydi. Ya. Ular bilan bog'liq. Menikiga o'xshashmi? Kamroq. Endi ular bunda peshda bir yer muqim yuradi ular. To'rtta tutun tiklab qarab o'tirmayman. Yo'q, undan emas. Men undasiga jonchon undasiga berib, bir to'badan boshlab o'tirib, ondan qarab o'tirman. Bir xil cha qo'ydim ya. Yo'q, undan emas. Undasi o'tirmanda tomondan qo'ychim. Undan yaxshi rejissor. Ha? Rejissor. Rejissor? Rejissormi? Do'yonga rejissor emaydi. Ha, shu. Ha. Shumi, to'g'rimi? Ha. O'zim uxlaysan ekan kasbimni o'zbekiston. Asaba? Satıldı ya. Do'yon shu rejissor emas uyg'ur tilida, ana tilida. Nega rejissor? O'g'in oldi. Men shu putamni oyoqqa, moyoqqa, budam tepima, yotima, otima, piqrayma, qolishmayman. Kumpa. Rejissor nimadan? Ovoz chiqamdi. Ancha chiqdi, chiqmaydi. Sulka andasi. Onda yerimga tog'sam keladimi? To'g'ri. Tog'sam kutunimda yetib qolgan. Ikkinchisi bo'yicha bo'ladi. Mehmonlar o'zaro yulduz turkimoz orqali turkimozni faraz qilib beqon deydi. Menikini qismanman. Yo'q, mijozning bir ashu shinjoning ang bir nimasini deb qo'ysin. O'zimni turkimni o'zim o'qimsam qanday deb turmayman. Kenshama. Chayaning turkimi. Ashmo. Shuma, ashmo. Yo'q. Bayonzo. Hay. Cho'jizo. Bu şanslı da olsa. O çıkıyor falan da aşağıdayken bu şu an. Babam altıncı ayıtılıp. Hep zıplasın bir nasıl? Kayanzo. Ya. Cüş yazın. Ya. Sen bakalım böyle olmuşsun. Ya siz şıtız olma. Ya. Sizce karab tutmanızı almak ki? Ya. Camping. Ya. Nasıl? Şanssız bakıyorsun. Sadece bana hoşmaysan gel bu. Tamam. Sen bir xil temkin bo'lgan, bir xil. Moşe. Şoyu. Şunu. Şu ne single bir lazım. Siz o? Tövbe. Ben de koydu da koydum. Jingle o? Ne? Basma? Evet. Kalada kottağını kördüm. Ya düğünü. Bir xil temkin. Şu hatta Gavlambek lekin mesela o'zingiz kelish bo'lsin, shundan qolgan. Amsayliqqa tunji mana tunish bo'yicha sal qolganroq, tunish bo'lgandan keyin meni Siz qarab turolmang. Siz o'zsiz. Jinniman? Asama? O'zing kelib qol. Nimaga kelmay kelib qolma. 7-ni oxir. Bayonsiz. Jinniman. Jinnimaslar? Kalada ko'malar juftayam. Siz jinniman? Ya. Siz camping. Shuni. Şanslı. Siz Mijozim qarab turibman. Siz bayonkansiz. Ha. Qanday qildingiz? Sizdan devatdim ishlab qolib. Masala qiziqyapti ham-da. Unda bo'lsa yulduz turkumi to'g'risida gap chiqmoqda. Yulduz turkumi to'g'risida qizlar meni o'zi bekerak tushunchaga ega ekan deyman. Men nol. Ben özümlikimi ben işini aşlangan. Bayonsa men o'zimlikni o'qiyman. Maşkimiz o'xshash. Odatda o'xshash yulduz turkumidagilar chiqisholmaydi deydigan gap bor-da. Mashkonglar Biz xato o'xshaydi, bu ishimiz bey chiqishimiz. Vah, bu ishkisi. Bayonzo qanday qildi odatda?
o'xshash keldi shu siz endi o'zan maqtamanmi ya maqtashnimi qo'shib ozroq bir kamchiliklarni deylik kamchiliklar men Alfira so'zim degan o'xshash bo'ldi. Mayshkalan toza o'xshab ketmaydi. Shilparqonsilik farqli qilgandan keyin shunami ya. Meni biz yaqincha qishnincha oldirmay qildi. Kamchilikka. Men bek oldiraqsan. Men oldiraqsam men oldirmayman. Odat bayonzo zad oldiraqsan kelamda oldirmaydigan kelamda. Meni qarsam oldiraqsan, men qarsam oldirmayman. Men bek bilib ketmaydi ekanman. Ha, siz bek o'xshaydi, bek ishimman degan qand Gulfiya. Men chiqib shu an yuzo qanday desiz, bu shu an yuzo bek ayxuanjana, bek satlan. Sizmi son yuzoma? Ha. O'xshashganmi? Şu an yuzo hamma sinzolarning ichida chiqib bir boshqa bir dunyoda o'zlari yashaydigan bir sinzo ya, ishtaqa. Bek ayxuanshan, aylaman juyi, anki bek vermay bir ishtaqa. Mesela bir ishni qilish uchun bu qildim bir yalmi vermay bo'lmasa, shu ilqi changpo'jans başta. Anondan keyin bek ilqi kanching yo'shar. Masalan, hissiyat va kishi, masalan birisi bek yaxshi ko'rgan bir odam bunday bir gapni o'zlar o'z urib naqshlarni anlatib yig'lab, shunday bir shunga suvo qo'shib, ashtaqilqi turaqsiz jo mijazi ashta. Endi keladiğini nima desek, hozir ma'vu bo'loqlar hozir oldi tarafda turdi-ku. Bular nima desek, o'g'illarning qizlarga sovg'a qilgan sovg'isi. Esat o'g'illarning qizlarga bergan sovg'isi. Uningdan keyin bu keyin tarafda qanday bo'ladi degandan mushu sovg'alarni qizlar topshirib o'zi tanlab oladi. Tanlab olgandan keyin shu qiz bola mushu sovg'atni sovg'agan bola bilan atsi uchrashishga chiqadi. Ha. Mana qarang. Unda qolsa, hozir biz bir nima qilib boqaylik. Hozir mushu 3 bola qarab turib, cho'ng kichiklarga qarab turib, kim nimalarni sovg'a qildi? Avval nimalar borki bir ko'rib o'taylik. I'm still smoking cause I read somewhere if I quit before I'm 26 I'll be fine, so I'm lying to myself while I light another cigarette I'm addicted to my phone, getting anxious every time I inside of reach I lie awake, screen right up in my face and I wonder why I can't sleep Oh, can you see? Yo'q, dedi. Xo'sh, yo'q, dedi. Oh, can you see the irony? I saw these awful things in a documentary. Decided I would stop eating meat to save the planet till I was like, damn it, I didn't even last a week. So pretty perfect on the surface, but the truth is I don't wanna be that guy. But I got a script, better stick to it. My label's telling me I gotta lie. Oh, can you see the irony? Ular xohlagancha olamda. Alfira bilan Gulfiyadan so'raydi. Sizlarga shu 300 qo'yilgan vaqtida Alfira siz qaysini tanlaydingiz? Kichik, cho'ng, o'tiranchisi. O'tirdikini. O'tirdikini tanlaysiz. Gulfiya. Men balkim kichikroqni tanlashim mumkin. Kichikroqni tanlashim mumkin. Nima chiqib ketib qoladi? I just got a new tattoo. I'm embarrassed cause I didn't even tell my own mom. So every time I'm home visiting my parents, I always keep my sweater on. I don't care if it's the truth or not. Ay, yo'g'indan yeydigan narsa chiqadi debdi. Ya shu yo'g'on narsa yaxshi narsa. Gulfiya yo'q. Hozir bir go'sht chiqaradi, bir kilo go'sht. Eng kichikda o'zi chiqarasiz. Ha, zanjiralqa, ya bo'lmasa attir deganday narsalar. O'tiransizda atirlar, soat. Cause I'm only human after all. Put a filter on and make it look natural. Cause I'm only human after all. Put a filter on and make it look natural. Can you see the irony? Oh, can you see the irony? Oh, can you see?
kimniki bu? Bu hozir kimning nimagini uqmaydi da. Kimning bagini uqmaydi da, hozir uqib oldik. Agar sizlarga mushundaq sovg'atlar berilgan vaqtda hozir sovg'atlarni uqib oldik-ku, mushu uchisidan qaysini tanlaytinglar? Qaysini bekrak yaxshi ko'rsizlar? Attirni. Balkim attirni, a. Sizmi attir? Nimish attir? Shiqman uqmayman, alqam attirni bek yaxshi ko'raman. Beklamam, men emas, balkim har bir ayol kishi, har bir qizlar yaxshi ko'rish mumkin. Men shu materiallarni ko'rgan vaqtimda, dunyoda odamning esidan chiqib ketmaydigan, uzoqqa saqlanib qoladigan bunday uch turlik narsa bor ekan. Buning birinchisi nima desa puroq. Puroq eng esida qoldi. Ikkinchisi nima desa melodiya. Masalan, manaqshidan Poloniyada anglagan, ma muzika mundaq muzikni kichik vaqtimda anglagandim deb bu ketmaydi ekan. Uchinchidan nima desam, mezilik tamoq. Bo'libmi onaning atgan tamoqi bu faqatla odamning esidan ko'tarilib ketmaydi ekan. Xo'sh, unda qolsa endi ko'rib qolay. Sizning kimniki? Parashga berma. After desek bence İhsan yapmamız lazım. Ne özlem meyli Zulfikar'da. Sizin küçüğü sözken parasından sonra. Bence ya İhsan hoş ama iken ya İhsan'ımız Zulfikar ki şekil Ayısı'dan çıkmaz. Ayısı boşuna gördüğüm kız. İhsan Ana. İhsan'ı da şahmatayla birinchi kun tabaqat emasmi? Hayatınqı şu sovg'atlarni kim sovg'a qilgandi? Masalan, zanjirning egasi zodi kimdi? Atirning egasi zodi kimdi? Shokoladning egasi zodi kimdi? Qani, xayrgulardan bekishdik deb oldik. Xayrgulardan eng yaxshisi eng oxirida chiqsa qarorni. Alqam. Atirning. Yine şu ettir şu Zulfikar'dan ekin. Atir Zulfikar'ning shunami? Onaniki shokoladchi. Şokolad. Şehriyarning o shokolad taqchi. Ya. Şehriyar zincir berib qo'yamikin deyman. O hech kim qiziqtiramagan qimmatroq zincirdan eziqtiraymi ekan. Unda qolsa, demak shokolad bo'lsa, Ihsonning shundaymi? Xo'sh. Qani Alfira. Attir. Ihsonning. Attir Ihsonning. Zanjir Zulfikar'ning. Zanjir Zulfikar. Shokolad Ahsanning. Ahsanning deydi-da. Shekli yara. Xo'sh. Nima qizlar yaxshi qolaydi qanaqa. Dalda qarqarsa. Undan ishqonda bo'lgan kimi almashtirib dayan. Shokolad Zulfikar'ning. Yo'q, menimcha o'zingizga shu konyer bo'yicha. Ondan so'ng mening konyerim bo'yicha shokolad nimaniki Attir Zulfikar'ning. Attir Zulfikar. Shokolad Shehliyarning. Shokolad Shehliyar. Zanjir Ihsonning. Shehliyar. Zanjir Ihsonning shundaqmi? Xayrigularda. Zanjir Shehliyarning. Zanjir Shehliyar. Attir Zulfikar'ning. Attir Zulfikar. Shokolad Ihsonmi? Yo'q, Attir Ihsonning. Attir Ihsonning. Zulfikar
Şokolad hesapda shundaqmi? Unda qo'sam, Xayrigulada. Shu zanjirning shakliyorning so'g'ilganligini qaysi bir inchki nuqtalardan yoki tafsilotlardan shakliyor so'qildi deb o'ylaysiz? Shakliyor bundaq bak o'ziga ishinib, bak hamma narsa meravj o'tgan o'ziga bo'lgan ishonch shundaq aqsa dedi qo'yay. Bu shundaq bir narsani qilib keldi, odamning o'ziga ishonish nimadan kap qildisan, sharkitidan o'ziga ishonch to'playdi. Shuningga deyman bir o'g'ilval shu Allohning arsida naq kendimga chinib qolmay deb bo'lsa-mu, ashning uchunmi eng qimmat so'g'atni shu olamdagi deb o'yladim. Bu bir jazo ekanchilik, o'z qilamusmi, qilamaydigandek turib ekan hamma narsani. Shuni bu o'ziga ishonganlikdan-da u bir xil po'panlikni orqali ifodalagan. Shuning uchun u iqtisodiy jihatdami tunji qadamda cho'qim eng qimmat so'g'atni men berishim kerak deb ashta qildim ekan degan shu tuyg'u bilan men Shahriyardan attirni ehson dedim. Ehson umu astoydil ish qiladi ekan. Shuni qizlar eng yaxshi ko'rgan narsa qizlarning ko'nglini ayaydi ekan. Diqqat qildinglarmiki, birinchi qismda chamidan ko'targan vaqtdami, ehson ashib, birinchi chamidanni ko'tarib, ikkinchi qavatga chiqqani ko'rgan. Ashning ichida. Shunga deb cho'qim qizlar attirni yaxshi ko'rdi. Umumyuzli qizlarning yaxshi ko'rdigan attir. Ani zanjir apasakmi yoki boshqa narsa apasakmi, uningdan xush bo'lishini atayin. Xush bo'lgan narsa attir, cho'qim attir so'q qilay deb attir so'q qildimki deb o'yladim. Hani Zulfiqar bu ameliyatida hamma qizlarning ko'nglini olaydi ekan, amga qila oladi ekan. Bu muhim emas. Faqat har odamlar abada inoq ijilchilikda, xo'shallik ichida yashash kerak. Shuning ko'ngil ifodalash uning qimmatida emas, ko'ngilda. To'g'ri. Deb turib shokoladni sovg'a qildim. To'g'ri chiqib qoldi qandaydir, lekin nihoyat asosida gaplar. Endi ashballashda o'ylandi. Yashballa. Ko'rib baqayli, Ben etrafantım, şuna meni ettirge bo'lgan ta'siriyatim bo'lsa, chunki qizlarning ettirgamroq hamda xushbo'y bo'lsa, o'zi xo'shal turdi, chunki ettir odamni tig'im xo'shal qilib, o'zini tig'im baxtli qila oladi. Hamda yana bir nuqta o'ylaganda, ettirni purganda meni dal vaqtda men qalsa keldi. Ashtaqroq. Ağınım bolsa zanjir. Nimishqa zanjir oldim degan vaqtda men endi bu zanjir zib-ziynatlar odatda bir xil muhabbatni shakllantiradi. Masalan, keyin har qatdan masalan men endi yo'q bo'lib qolgan bo'lsam-mu, zanjir, masalan, ola degandek attir, cho'kili taraq turib bo'lgan bo'lsa-mu, o cho'kili yapib tugaydi. Unutib qoladi-da. Lekin endi mening og'inim masalan men endi bo'lmay qolib masalan boshqa yerlarga azroq ish sababidan ketib qolgan bo'lsam-mu, ashuni ko'rsam meni ko'rgandek bo'ldi. Ham zanjir bo'yinda tursa, mening yenimda bog'lig'ini ham o'zini bir xil anchonga his qiladi. Bu qadimliq sovg'atda shokolad ilishini o'ylashdim, nemishqa deganda, odatda qizlar tatli narsalarni yeyishni yaxshi ko'rdi. Men shokolad ilib, bular sovuqlash orqali ishkalarning o'rtasidagi aloqani taxmin qilmoqchi. Shu maqsadda shokolad oldim. Xo'sh, unda qo'sa, hozir asosiy jihatdan birdan to'g'ri chiqdimi hammalarning degidagi, birdan to'g'ri chiqdi. To'g'ri chiqdi. Ha? Eng to'g'risi hozir hisobda atirni Zulfiqar berdi. Undan keyin shokoladni Ehson berdi. Ondan zanjirni Shahriyar berdi. Shundaq-ku. Ularni hissiyatda turib tahlil qildinglar.
Alqam ha? Alqam ajab. Ay Alfira so'g'atni jiqpaga o'xshaydi, alqam sizga. Jiqni ko'rgan. Sizga emas, sizlarga desangiz to'g'ri ekan. Ben ettir berishga bırak. Xo'sh, unda qolsa endi bu uchaylanmi, yana boshqa 3 qiz bilan hisobdan yana bir kunlik faoliyatini tamomladi. Shunda masalan tamoq yetishdaymiz, undan boshqa birga o'tirib o'yin o'ynashdaymiz. Undan boshqa yana azroq ancha-muncha bir-birini kunlab qidish degandek ahvollar bo'ldi. Shunda undaqda endi qo'linglarga yana o'xshashlar doskalarni beramiz. Endi bugungi kunlikda qaysi qizlar, qaysi o'g'illarga muhabbat uchurni avatadi? Qaysi o'g'illar, qaysi qizlarga muhabbat uchurni avatadi? Qiynoqda doskalar keltirilsin. Undaq bo'lsa, endi ishga guruhga yana bizning doskalarimiz tarqatilib bo'ldi. Endi kim zodi kimga uchur yo'llaydi? Qanday musobaqamiz boshlandi. Kim uchur yo'llaydi? Bu yoq. Bu yoqqa. Endi davomli yo'llarmi, yo'llamasmi? Bu bunu yedi. Lekin uning ko'ngli boshqasini tayin olmasa. Tayin olmasa dedi. Aynen. Yumshoq yo'llaversin bo'lay. Kirish baxtmamdi. Yaxshi o'ylashonjimi, lekin tezroq bo'ling. Machu. Bu yumshoq qilib qolarmi? Ey, tamam. Meni toshun qilam dedi. Bir zincirni ma aldı. Bana zincirini aldı. Ko'ngillar bilan to'yib qolarmi yo popam? Mashqs avaybek o'ynab ketgan, temishon. Mayli qilib o kadar chiqsa chiqsa yo'q. Yo'q, aslida o'ylab turish kerak. Mushtaq paqili. Paqili. O'g'avalardi. Bana yog'izlashib qolsak bo'lmaydi axsham. O'g'avalardi. O'g'illar. Qani? O'g'illarni bir sizdan yo'q yo'q. Ha, o'g'illarni. O'g'illarni saymiz. Shekli. Alqamning surati. Qo'lini suratida ketib bordi hozir. Alfirani ichi siqildi. Meni chaqqanligimga. Men mildaqamsin do'st-do'stlim. Qo'yay ha. Men shu ma'noga maqtab qolanday. Chor qilib qoldi Alqam. Boshun qilib qoldi. Shu bejardilar. Bu bo'yda qoldigan bo'ldi bugun. Chunki abay qashat qaqtında qilgan emasmi boshqa. Ishkisi bizimda qilishibdi. Bular bizlar qoldi. Haybakchi qo'yilish ketman, bari to'y qilgan sho'mag'an ki. Ratlab shunday chiroyli qiz. Ama qizning qilib qoldi. Qizning ismini? Ha. Bunda ansiraysiz. Qo'sh, unda qolsa ha, xayrgilada. Mana. Kimlardan kimlarni birlashtirdinglar? Avval o'g'illardan kimlar qizlarga uchur yo'llaydi? O'g'illardan Zulfiqar boshda Fatima da qilgan vaqtda, da qilgan. Shu qism mayli bormikin deb. Shu qism mayli bormikin deb qoldik. Arliqda Güptan bir chiqib qolgan bilan o'tirliq tikandi. Adamgarchilik yuzini ha bo'pti deb bilib berib sayakagini bilan. Yana ko'ngil Aylanib o'qirinda bo'ladi demak. Ha, shuni demakchi. Bu birinchisi. Undan boshqa qandaq bo'ldikmi? Ha. Endi mabalni dedik, bu Eksan. Eksan bilan boshqa qiz bek o'yin demasin bular. Bularning boshqa alaydi sharoitim yuz bermedi. Tamoqni billatdi, shaxmatni billa o'ynadi. Undaq bo'lgandan keyin endi ko'rpaqmiz, yoshlarning kasbini bilishdi. Bu balaning bo'yi egiz o'g'andan keyin qiz olimi tamoq italaydi ekan. So'g'atning yo'g'ini berdi ekan. Men shu yeyishsam tayyordi, o'g'andan keyin shokoladni berdi deb. Onun ustiga Eksanning shokolad, so'qilgan shokoladni Madinaga chiqdi emasmi shunday. Shuningga bu shunday qilib ba'zida ishtaq bir o'ynab kelishlar, to'g'ri kap qilishlar bo'lib qoldi debchi. Ma Eksannikini Fatimaga degan bu Fatimaga Shakliyar Fatimaga bo'lib qoldi deganning sababi Fatima nima bo'lmasin har holda ashning ichidagi bir xil naqizga. To'g'rimi? Bir sat qilig'ini buning bo'lmagan yerini hozircha uchirib bo'ladi. Shuningga aqli varaq o'g'illar o'z shuni tanlab qolamdiki, uchir yezib qolamdiki deb o'ylashdi. Endi qizlardan Fatima mana bunday qilgan ekan boshlanmish. Zulfiqar ikkisi o'zaro bir-biriga almashtirdik. Fatima Zulfiqarni tanladi dedik, ha? Anki mau yana shu Eksanning ikkisini bir-biriga almashtirdik. Bizninkini faqat almashqin desa Zulfiqar bilan Fatima markazlashib qoldi. O'qlar bir-biriga aytilyapti.
Mavu. Eksan Eksan bilen mavu Medine işkisinin mu? Aşınaq nim qıp qaldı. Hem de bu yerdə Şəhliyarның şu Fatiməyə hücum qilish ehtimalı var idi. Mavu ma qızның Elfiraның. Zulfiqarım alaydı qızğınlıq qıp baxmadı. Bunu bazarlar berib keldi. Yeni arlıq taşlap yaqinçilik qılmagan ekan. Bunun xiyal başqa yerdə popanraqmış nimini yaxşı görəmdik. Şəhliyarni. Şunu jiplab qo'ydim. Bo'ladi, xo'sh, unda qolsa Alqam. Qani. Alqam Elfirani almashtirma, aralashtirmay sizg'anti, qani ko'rib boqaylik. Asosiyatdan tang chiqdi, bizda. İhsan Medine yollaydı. Medine mi İhsan yollaydı. Çünkü mavi Keynida mavi Fatime eşkisi paranlaşkandı mı bir xil İhsan deb azraq Şəhliyarның ismini faqatlab o'ylashmadi yo'q. İhsan bo'lishda azraq umid bor. Shaxmatni shunda ikkisiga hech kimga aralashmay o'ynab ketdi. Undan keyin Zulfiqar. Zulfiqar endi mavi Elfiraga uchur yo'llamaslik mumkinchiligi bor. Men Fatimaga yo'llamdikan deb o'ylayman, lekin shundan so'ng va tamoqatdi, u bu qildi sel qandaq bo'lar deb bir xillik sal ikkilinib Elfira yo'llab qilish ehtimoli bor ekan deb ham Elfirani tanladim. Endi bu kama bir kun tomoq yeyib. Tanladik. Shuni bilan nim qildi. Undan keyin o Elfira mo endi Zulfiqarni tanlab qilish ehtimoli bor. Shunami? Chunki Əmminimizini Zulfiqar qıb bədi. Ondan keyin Zulfiqar mı ayədə tamaqni kimət deyilsə, Elfira deyədə bir xil qızını qoğda bənim qıldı. Sonra Elfira'nın köngülü azraq bir dolqunsuman bir işlər buluş mümkün. Ondan keyin Şəhliyar. Bu inaq Fatiməyə nə qıb qalan mümkün. Fatiməyə şuna. Çünki bayam Şəhliyar ayədə otağanda Medine'lik qar kostyum kiyotga qar kostyumli qiz deb ismini uqmaydi ekan Medine'ning jo. Nishadi kostyum kiyolamiz. Va asla Medine'ni o'ylashmaydi jo. Qishda o'ldim. Endi Medine boshdan oyoq Zulfiqarni o'ylatdi bu endi Fatima. Fatima boshdan oyoq Zulfiqarni o'ylatdi bu endi Elfiraning ko'ngli ekan, ikkisi tepishib qolsa, bek yaxshilar degan bir ümid bir cüpləndi. Xo'sh, undaq bo'lsa, endi biz natijasini ko'rib boqaylik. Amaliyotda hozir bundaq sizg'inlarga qarsam ish qilib har bir odamga birdan xat keldi, uchur keldi deb turgan asosda qildik. Shunday bo'lsa, uchur kelmaydiganlar bormi, yo'qmi? Biznikida Şəhliyar kelmaydi. Biznikida Şəhliyar kelmaydi ekan. Biznikida nima kelmadi Elfiraga. Elfiraga kelmaydi. Ko'rib boqaylik. Qanaq hech keldi. Just wanna wake up next to you. You don't have to tell the truth, but it would be nice to give it a try. Let's do this for once. I don't care if I'm the fool. Too much pride in acting cool. I just wanna know, do you feel it like I do? Do you feel anything at all? İhsan. You cut 'em open. I shouldn't trust you, no. You broke my heart right in the open, but I don't hate you, no. We are living separate lives. I wish I could. Şəhliyarga özüm yazmışım o. Yazım bir bula. Mana Zulfiqarga ikkisi ketdi. Demek Şəhliyarga yana chiqmadi. Chiqmadi, ona Şəhliyar xat kelmaydi. Fatime kimdi? Zulfiqar debla chiqdi da hozir. They say I'm wasting my time, that I'm missing all the signs, and maybe they're right now. I showed my scars, you cut 'em open. I shouldn't trust you, no. You broke my heart right in the open, but I don't hate you, no. We are living separate lives. I wish I could go back. Elfira geldi.
Ey, Medine'ye kim geldi? Demek hazır katken megende, uçurken megende bir şekli yordu bu. Hoş. Kimga kelgandi? Kim yozgandi? Hammasi qizlar shunday Azade oturadi bichar shaklar qapaqib turgan bel qoldi ya. Ular bir xil jinjang. Ya, undan super pisim uçtu. Rost pisim bo'lib ketadi. Agar shu naq maydonda sizga kelmagan bo'lsa, siz qanday qildingiz? Sulpqarga 2 ketim keldi, Eksan'a 1 ketim keldi, 2 ketim işten keldi. Yani ninalar öyle qildim keldi. Bizni sakralim ne edaqlar. Xo'sh, undaq bo'lsa, hozircha bundaq qarasak, alqamla azroq yaqinlashgandek qiladi. Shaklarga kelmaydi deganda to'g'ri chiqdi, shunday-ku. Undaq bo'lsa, hamda eng oxirgi natijasi qanday bo'ladi? Bo'ldi. Dilayli. Misheni ko'raylik. Sizning orzuyingizmi shu? Qarab o'tiringlar, ha? Oldi bilan biz o'g'illardan, qizlardan boshlaylik. Alfira, xayrgulada kimga vatdi? Alfira Shakliyarga. Shakliyarga. Kimga? Alfira Zulfiqarga. Alfira Zulfiqarga shundaqmi? To'g'ri javobi Zulfiqarga avatdi. Chorne. Tizdan to'g'ri. Shonga Alxumar Go'hirdan bital. Ey, isli, xotin tutgan bor. Ikkinchisi Madina kimga vatdi? Madina ma? Eksan. Bizmi shu Eksan. Eksan shundaqmi? Hey! Madina shu Eksanga vatdi degan to'g'ri oldi. Ana, aldiqqa. Ana. Fatima kimga yo'llaydi? Xayrgulada. Zulfiqar. Fatima Zulfiqarga. Bizning Zulfiqarga. Zulfiqar. Fatima Zulfiqarga yo'llaydi. To'g'ri. Meni to'g'rimikan? Voy, yeni tutibdi. Xo'sh, unda qolsa ham o'g'illarga keldik. Zulfiqar kimga yo'llaydi? Fatimaga. Fatima. Zulfiqar kimga yo'llaydi? Alfiraga. Alfiraga. Shundami? Zulfiqar Fatimaga yo'llaydi. Hech shu bayon o'zgartirdi degan. Eksan kimga yo'llaydi? Eksan nima? Madina. Madinaga. Madinaga. Eksan kimga? Madina. Eksan Madinagami? Eksan Madinagami? Hey, Eksanni faqat tushunmayapsizlar sizlar. Shu Madinaga yo'llaydi ekan. Xato chiqib ketdi. Shakliyar kimga yo'llaydi? Xayrgulada. Ha? Shakliyar bizni Shakliyar Fatimaga. Shakliyar Fatima. Shakliyar kimga? Bizning Fatima. Fatima shundami? Shakliyar Alfiraga yo'llaydi ekan. Shu men tizimga hozir faqat o'ylash baxmagan bir natija bo'lib, bu Shakliyarniki Alfiraga yo'llashi. Amaliyotda men dastlab tez qolganimda, ey, bu Shakliyarni azroq Fatimaga yo'llamki deb o'ylagandim, ammo Alfiraga yo'llab qoldi. Ammo nimishqa bundoq bo'ldi degan vaqtda meningcha Shakliyarga kelmaganki, Shakliyar birinchida umidsizlanadi. To'g'ri. Onki ikkinchidan to'xtag'ina hamda boshqa birisidan kelmasin, mush Alfiradan bo'lsa bekab qola, unda qilmasin. Mush qizal sal yumshoqroq, muloyimroq bo'lishi mumkin deb Alfiraga vasa, afsus Shakliyarga hech kim bermay qoldi. Shonga eng oxirda eng to'g'ri bo'lgani yana xayrguladanlarga bizning 4 to'g'ri chiqibdi. Xayrguladanlarning 5 to'g'ri chiqdi hisobda. Shunday xayrguladan. Ha, shu Zulfiqar yana tuttirib. Sizlarning tutma. Ikki guruhga tanglashib qopsizlar. Mana Xo'sh, undaq bo'lsa, endi bugungi programmamiz oxirlashi, ya'ni bugungi faoliyatni tugadi. Undaqda bugungi mushu faoliyatni ko'rgandan keyin sizlarning his qilgan ta'sirotingizni bir anglab boqaylik. Xayrgulada. Turmush melodiyasida har bir odam o'zining xiyoli bilan boshqa bir odamni o'ylasa bo'lmaydi ekan deganni his qildim. Chunki bizning sirtqi omil bo'lgandan biz bularning kim uchur yo'lisi, ichki dunyosida nima o'ylaganini biz bilmaydik ekanmizda. Faqatla shu vaqtga ish harakat orqali biz shuni aniq kuzatgan holatda to'g'ri baho chiqara oladi ekanmiz. Ham turmushda davomli bunday to'g'ri baho chiqarishlar bo'lmaydi. Shunga boshqalar uchun baho chiqarishni keyingaroq qo'yib, o'zimizni bilsak eng to'g'ri. Bak joyda oldu ya. Gülfiye. Mening his qilganim ish qilib bo'libmi o'g'illar bu ganchingda o'g'illar odatda jodonroq bo'ldi-ku.
his qilganim bo'lsa o'g'illarligi bakrak chudun çünki hozirgi yosh bolalarning ichida o'g'illarning chudun puldig'ini masalan undan sal cho'ngroq yoshdagilarga qaraganda ozlab ketdi-ku hozir qizlar bakrak chudun bo'lib ketdi-ku. Shunga bo'lsa bundan keyingi masalan texmo kichik bolalarga, texmo yosh bolalarga tavsiya qilganim bo'z o'g'illar bakrak chudun bo'lsa, mard bo'lsa, masalan mardona bo'lsa, chunki o'g'illar uchun chiroyi bilan, u badani chiniqimda bo'lgan bilan go'zal emas. Uning mardligi bilan go'zalchi, uning taduligi bilan qizlarningki oldida menib, masalan, uni bovron qilishi, masalan, uni oyishi bilan chiroyli ko'rinib odamning ko'ziga asaraq bo'lsa, men ashni his qildim asosiy jihatdan. Unda qolsa bugungi shu bir kunlik faoliyatning ichida sizga eng yorug'ini shaklayar ekanda. Shaklarimiz Zulbxar yerda shundaqmi? Ammo shaklarında qarsangiz shaklar shundaq uyni boshqarib mangadigan, zanjirlarni tortib mangadigan bunaqa. Lekin 10-yilligindaymiz. Balkim ne ishingiz ashlab bo'lishi mumkin, lekin ham yo'q yo'shan shulay. Yo'shan qilishni uqmaydi. Harakatda ifodalash kam bo'lib qoldi demakdir. Balkim tanaz ro'yi bo'lishi mumkin, lekin harakatda gap so'zlarda bunda turib olgan bilan ifodalab beraman. Biz ko'ramiz shaxsan. Hozirgacha his qilganlarim nimdaymiz tunji ta'sir bek muhim, lekin tunji ta'sir bek xato ekan. Men shunda o'ylab qoldim. Bular boshda chiqqan vaqtda men bularning hammasini xato tushundim. Men barabar bularni tushunyapman. Şuna men texmi fikrlab bularning zodi qaysi mos keldi. Buni tahlil qilishim kerak. Qoziman bugun bularni. Amaliyotda bizningki mana bu yerda muhabbat tahlilchilari deb nom bilan o'tog'imizning o'zimi nima desak, amaliyotda shularning ustidagi bayqalmagan yo'shirin taraflarini bayqash, uningdagi buningdan keyin yana qandaq bir yo'shirin bizga bakrak ta'sir qila oladigan taraflar bor. Bularni ekran oldidagi do'stlarimiz bu sunish bilan birga, yana biz kishilik turmushimizda qaysi taraflarga diqqat qilsak bo'ladi ekan, qaysi inchkin nuqtalarga diqqat qilganimizda texmi turmushni muhabbatli va baxtli qilib bo'ladi ekan degan temalar to'g'risida to'xtalish vazifamiz bor. Shundaq-ku. Albatta ekran oldidagi sizning shundaq baho berish va sizning shundaq o'z ko'z qarashingizni ifodalash huquqingiz bor. Xo'sh, undaqda sizning qanday ko'z qarashingiz bor? Albatta bizga baho so'zlaringizni emassingiz bo'ladi. Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, Al-Xumar muhabbatlashaylik programmasining bu soni mana bu yerda oxirlashdik. Keyingi soni ko'rishaylik. Xayr, xo'sh.